do'stlar. Mana bugun yangi obyektga keldik hisob-kitob ishlarini qilib berish uchun. Bu uyimiz Ko'kdala tumanida joylashgan Bahodir akamiz uylari. Akamiz Instagramdan ko'rib murojaat qildi. Taxta materiallar hammasini Toshkentdan zakaz beramiz deyapti. Shuning uchun biz bugun birinchi o'rinda har bitta xonaga, lombozga nechtadan bollar yog'och ketishini, keyin tomga nechta straplar ketishini, necha metr reka ketishini, qancha mix ketishini hammasini hisob-kitob qilib yozib beramiz. Uyimiz tepadan ko'rinishiga bitta e'tibor bering. Bizni kuzatib borayotganlar biladi. Instagram akkaunt ochganimdan beri har bitta uyda nomerlab yopilishi bilan qo'yib borganman. Bu uyimizni bemalol 38, 39, 40 obyektimiz desak bo'ladi. Chunki sababi bu uyimizni tekis ustki holati 1000 metr kvadratga yaqin kvadrat chiqadi. Bu degani 10 sotik joyga to'liq uy qurilgan degani. Hammamizga nasib qilsin do'stlar, mana shunday uylar qurish. Podol qo'yib degan ichkarisidan baland qilib. Podol ichida adashmasam basseyn qilgan. Uy ichidan tushishga zinaga joy tashlangan. 6 metrdan 16 santimetrli 13 dona bollar yog'och. Hisob-kitob ishlarimiz ham tugaman deb qoldi. Mana yog'ochlarni yozib chiqdik. Har bitta xonaga kirganda 10 qo'lga eshikka necha metrlik yog'och ketadi, qancha qalinlikda, nechta ketishini yozib chiqdik. Chunki ertaga ko'p yog'och kelganda qaysi xonaga qaysidan nechta kirgizishni bilmay qolmaslik uchun soniga qarab kirgizib, yog'ochlarni o'zimiz chiroyli qilib oshirib beramiz.